Assalomu alaykum. Ey mehribon Parvardigorimning, mehribon yaratgan Tangrimning mo'min va mo'mina bandalari. Qarang, yana bir tong otdi. Yomg'irlardan keyin olam musaffo, hamma yo'q. Toza chang g'uborlar yo'q. Mana erta turib namozlarni o'qib, hamma yo'q tinchitib ishga jo'nayapman. Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Shunchalik yotqizib turgizganlariga, joy namozlarimga o'tirgizganlariga, tan jonimni sog' qilib rizqimni berayotganlariga alhamdulillah shukrlar aytaman. Hamma insonlar Allohning mehribon Parvardigorimning marhamatlaridan bahramand bo'lay desangiz, har kuni shukrda bo'ling. Allohim mehribon. Shukr qilsangiz, yaxshi yomon kuningizga yaratgan Tangrim sizdan xursand bo'lishadilar. Ish bo'laveradi. Ish tugamaydi. Parvardigorimning namozlarini, zikrlarini, Allohimni har kuni eslab turaylik. Chunki Parvardigorim aytishadilar: meni desang seni deyman, meni demasang seni demayman. Ishing ko'p qilaver, puling ko'p topaver, lekin menga vaqt ajratmayapsan. Men ham senga vaqt ajrata olmayman deb vaqt ajratganlarni oldiga yugurishar ekanlar. Allohimni marhamatlaridan bahramand qolmanglar. Tangrim shunchalar ajoyib va mehribon va rahmli. Tangrimda judayam ko'p berguvchi Tangrimda ulkan mehribonchiliklar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Allohimga, mehribon Rabbimga qancha shukrda bo'lsak kam. Parvardigor har kuni masjidimizning gumbazlarini ko'rib xursand bo'lib